Men sarimsoqman, mikroblarni haydayman, immun tizimiga qalqon bo'laman. Ammo juda ko'p yeb qo'ysang, Yoqimli hidim seni bir necha kun bezovta qilib yuradi va achchig'im oshqozoningni achishtirishi mumkin. Men piyozman. Shamollashga yo'l bermayman, ammo oshqozoni sezgirlar meni dimlam yoki qaynatib yeyishsin. Aks holda jig'ildoningiz qiynaydi. Men bulg'or qalampirman. C vitaminim bilan teringni porlataman, ko'zingni asrayman, ammo gastriti borlar meni ko'p yesa, biroz og'riq berishim mumkin. Men ismaloqman. Suyaklaringni mustahkamlayman, tanangga quvvat beraman. Maslahatim, meni uzoq pishirmang. Folat va C vitaminim kamayadi. Men sabziman. Ko'rishingni ravshan qilaman. Vitaminlarga boyman. Meni sharbatimni biroz sariyog' bilan ichsang, burgutday tiniq ko'ra boshlaysan. Men brokkoli. Ichaklarni tozalayman, vitaminlarga boyman, ammo 3 daqiqadan ko'p pishganimda foydali vitaminlarim kamayib ketadi. Biz tabiiy vitamin manbaimiz. Bizni tez-tez iste'mol qiling. Doim sog'lom bo'lish uchun esa bizga obuna bo'ling.